Xullas, o'sha jigaring kiyimdagi akani ko'rasizlarmi? Qo'shni bo'ladi. Mana qo'shni qanaqa bo'lishi kerak. Chiqib o'zlari ham yordam berib ketyaptilar, mana. Mikserda quygan bilan ruchnoy mikserda fundament quyganning farqi jaydariskasiga yetganda taxminan 200 ming so'm, 250 ming so'm raznica qiladi betonni o'zida. Bu raznica har bir kubiga hisoblab aytyapman-da. Kubiga shunaqa atrofda ravlanadi. Kub nima o'zi? Kubik ko'rgansizlar. Shuni har bir tomonlari 1 metrdan bo'ladi shu kub. Endi apalifkalari bor, boshqa narsasi. Bularni ham hammasini hisobini olsangiz bo'ladi. Lekin sifatiga keladigan bo'lsak, sifatida mikserda quyganingiz yaxshi, zo'ri, unga yetmaydi, cho'k. O'zi uchun kichkinagina uy qurayotganingizda qo'lda quysangiz ham sifati sizga yetarli bo'lishi mumkin kichikroq uylarda. Agar ortiqcha xarajat qilmaysangiz, ruchnoy mikserda quydirganingiz yaxshi. Agar mana bu fundamentchilarimizga aytsanglar, masalan, o'zini apalifkasi bilan kelsa, masalan, u sizga ancha arzonroq chiqadi. Ruchnoy quyilgan betonni, mikserda quyilgan betonni sifatiga yetkazib olaman deb sement soladigan bo'lsangiz, unda mikserdagi betondan ancha qimmatga tushib ketib qoladi.